O'rtoqlar, xudo xolasa, hozir futbol boshlanishiga ham ozgina daqiqalar qoldi. O'zbekistondan 5000 dan oshiq aholi kelgan, lekin mingtasi kira oldi. Lekin 37 ming aholi O'zbekistonda turib g'alabani kutyapti va duo qilyapti. O'zimizga omad tilayman. Xudo xohlasa zo'r o'yin bo'ladi va yorug' yuz bilan futbolchilarimiz O'zbekistonga qaytishadi. Hadi baqir. Tayyor turishibdi baqirishga. Haliroq baqiramiz. Futbolchilar chiqishyapti. Bitta narsaga qoyil qoldim. Stadionni qaranglar. Bombosh. Qulog'ida naushnik zaishgan ham yo'qlar. Bari deb. Bilaman, shu stulida qo'ldaginicha bitta odamlarni olib kirishyapti. Sato qolib ketmayapti. Shunday. Mayli. Mana banka. Instagramga. O'zbekdagi aqllisi yo'q mana. Bir-birimizga podeshni O'zbekiston! O'zbekiston! Qaranglar, futbol tugashiga ozgina daqiqalar qoldi. Xudo xolasa yutamiz. 5 minut qo'shib berdi. Odamni qaranglar, odamni. Vapshe. O'y, vapshe zo'r bo'ldi. Ajoyib daqiqalar. Odamga shamol. Shuncha ayol kishi blogerlar bor. Bitta dona chechenka kelibdilar, bitta qarshi chaldi. Rahmat. Bo'ldi, apa.